G'alati mashqqa, menimcha ko'pchilik ko'rmagan bo'lsa kerak bunaqa mashqni. Holdan barbell bench press nimaga qilaman? Ko'pchilik biladi. Meni yelkamda og'riq borligini. Shtangada jim qilganda amplitudani birinchi qismini, to есть skamyadan pastdagi qismini minusdan 1 ga olib chiqish uchun ko'pincha yelkaga ko'p nagrizka tushadi. 70 ga 30 bo'ladi. Skamya bilan baravar bo'lgandan keyin yelka 90 gradusga, tirsak 90 gradusga yetib kelgandan keyin dashi ko'krak bilan triceps ishlashni boshlaydi. Hozir bu mashqdan maqsad aynan o'sha yelka ishlaydigan joyni kesib tashlash. Чтобы грудь bilan maksimalniy triceps ishlasin. Yelkaga nagrizka kamroq bo'lsin degan maqsadda shuni qilaman. Agar bunaqa muammosi bo'lsa qilib ko'ringlar. Yordam berish mumkin. Assalomu alaykum. 14 hafta bugungi vlogimizning mavzusi. 14-hafta qoldi. Har doimgidek o'zim ahvolim haqida ma'lumot beraman. Vesim 79 kg, bugungi vesim ровно 79 kg. Yog' protsenti уже 9 ровно bo'lsa kerak, chunki o'tgan safar adashmasam 9.6 yoki 9.4 edi. Yo 9 yo уже 9 dan sal pastroqqa tushgan bo'lishi mumkin. Kaloriya katta o'zgarish bo'lgani yo'q. O'sha 2500 kaloriya 6 kun, bir kun 3000 da yurinman hozirgacha. Qadamlarim 10.000 plus, o'rtacha 10.000 qadam har kuni. Kardio qilayotganim yo'q, chunki ves ketyapti, normal. Kardioga hech qanaqa ehtiyoj yo'q. Umumiy holat shu. Bugungi gaplashadigan mavzuyimiz ovqatlanish haqida bo'ladi. Podgotovkada bo'ladigan ovqatlanish, umuman, в принципе, sushkada и umumiy ovqatlanish haqidagi ba'zi bir miflarni, ba'zi bir stereotiplar haqida gaplashamiz. Albatta hammasi ilmiy asoslangan holatda, o'zimning hayotimdan misollar olgan holatda ko'proq ovqatlanish haqida gaplashamiz. Trenirovka kuni bugun guruch bilan qo'l. Так. Okey, давайте o'zimni ovqatlanishimdan boshlaymiz. 2500 kaloriyaga men nima yeyman hozir men sizlarga o'qib beraman. Так, завтрак. 3 ta olma, 3 ta banan, 4 ta tuxum и omega 3 2 ta kapsula. Завтрак ketdi 800 kaloriyadan oshiq. Skrinshotlarini qo'yib qo'yaman ekranga. Stop ko'rasizlar. Obedda 75 gram brokkoli, 250 gram грудка, 240 gram kukuruz qaynatilgan. Ужин 75 gram brokkoli, куриный грудка 250 gram и no'xat, yashil no'xat 240 gram bir banka. Karzikadan sotib olaman.
Perikuska menda bitta protein, bir porsiya protein trenirovkadan keyin ichaman. Nima uchun? Chunki litsin amin kislotasi ko'p bo'lsa, trenirovkadan keyin mushakda oqsil sintezi baland bo'ladi. Shuning uchun trenirovkadan keyin bir porsiya ichaman. Bitta olma, ikkita banan. Все, 2489 kaloriya. Kunlik norma. Endi nimaga bunaqa? Misol uchun, любой narsa yeb ozisa ham bo'ladi deb aytaman ko'pincha. Masalan, shokolad yesa ham, burger yesa ham, boshqa narsa yesa ham bemalol ozsa bo'ladi deyman. Lekin nima uchun meni ratsionimda hozir mevalar ko'p, shokolad yoki hech qanaqa shirinlik yo'q? Buni javobi oddiy. Chunki kaloriya kam bo'lgandan keyin men uzoq muddatda kun davomida meni to'q saqlaydigan mahsulotlardan foydalanishim kerak. Ya'ni hajmi katta-yu kaloriyasi kam bo'lgan mahsulotlardan foydalanishim kerak. Shuning uchun misol uchun bitta kichkina Snickersdan ko'ra men bir 4 dan 5 ta banan yeganim yaxshiroq. Chunki uzoq muddatda banan meni to'q tutadi Snickersdan ko'ra. Bu birinchi moment. Ikkinchi moment. Sushka paytida nafaqat sushka vaqtida, вообще в принципе ovqatlanishda kletchatkani roli katta, ya'ni fiber. Kletchatkani roli juda ham katta. Oshqozonni hazm qilishini yaxshilaydi, ovqatlarni o'zlashtirishini yaxshilaydi. O'zi umumiy olib qaraganda kletchatkani oshqozon hazm qila olmaydi, hech qanaqa o'zlashtira olmaydi, lekin ichaklarimizdagi mikrofloradagi bizga foydali bo'lgan, bizga yordamchi bakteriyalar bor. O'sha bakteriyalarga oziqa bo'ladi. Bu bakteriyalar qanchalik to'q, sog'lom bo'lsa, bizga ovqatni hazm qilishda, o'zlashtirishda yaxshilab beradi. Bu juda ham muhim. Ayniqsa sushkada bu juda ham muhim. Yog'lardan qutulish uchun. O'shaning uchun shokoladda kletchatka yo'q. Asosiy manbai meva va sabzavotlar. Shuning uchun ratsionda ko'proq meva sabzavot bor. Umuman ozmoqchi bo'lgan odam, yog' eritmoqchi bo'lgan odam birinchi ochirat oqsilga, ikkinchi ochirat meva sabzavot kletchatkaga e'tibor qaratish kerak. Nima uchun именно 2500 kaloriya qanday hisoblayman men kaloriyani? Nimada hisoblayman? 2500 kaloriyani men o'zimning kalkulyatorım bor, Jimbot kalkulyator o'z ko'rsataman. Shu kalkulyatorimda hisoblayman. Mana o'zimning hamma onlayn shogirdlarim, yopilgan yopiq kanalda a'zolari hammasi shu kalkulyatordan foydalanadi. Mana shu. Bu kalkulyator meni o'zimning avtorskiy produktim. 3-4 xil metodni birlashtirib, formulalarini birlashtirib yasaganman shtobi maksimal aniq rezultat berish uchun. Bu hech qaysi kaloriya kalkulyatori, hech qaysi приложение kaloriya kalkulyatori sizlarga 100% to'g'ri hisoblab bermaydi hech qachon. Buni iloji yo'q, chunki insonning fiziologik jarayonlari hammada har xil, buni aniq hisoblashning iloji yo'q. Lekin ehtimolligini oshirish mumkin. Shunaqa ehtimolligini oshirish uchun har xil formulalarni sinab ko'rib, har bitta yo'nalishga eng effektivniy bo'lgan formulani tanlab olib, misol uchun tana yog' foizini aniqlashda, aktiv darajasini va hokazo hammasini hisoblab imkon qadar точно aniq rezultat beradigan kalkulyator yasaganman-da, uni bot ko'rinishiga keltirganman. Shu joyda aniq bilaman, baribir savollar bo'ladi. Onlayn shogirdlikka qanday tushsak bo'ladi, kurslaringiz bormi degan savol aniq bo'ladi. Chunki har doim instrumentlarim haqida gapirganimda odamlar qanday undan foydalanish mumkinligi haqida so'raydi. Sayt qilganman, QR kodini mana shu yerda qoldiraman. Bemalol skaner qilib o'tib, tanishib, o'zingizlarga ma'qul bo'lgan, o'zingizlarning urovinglaringga to'g'ri keladigan kursni olib
trenirovka qilsanglar bo'ladi. Undan tashqari shu saytda o'zida menga to'g'ridan-to'g'ri onlayn shogird tushish bo'yicha razdeli bor. Kirib, o'sha yerdan formani to'ldirib murojaat qilsanglar, men o'zim aloqaga chiqaman. Kurs bilan onlayn birga-bir ishlashning farqi nimada? Kursda sizlarga faqat instrumentlar beriladi, hamma instrumentlar beriladi, lekin meni shaxsiy nazoratim bo'lmaydi. Onlayn birga-bir ishlashda eng katta plusi meni shaxsiy nazoratim bo'ladi. Ya'ni men sizlarga vazifalar beraman, u vazifalarni tekshiraman, sizlarning holatlaringizni analiz qilib chiqib, maqsadlaringizga olib boradigan yo'lga boshlab boraman. Butun yo'l davomida. Farqi shunda. Tak. Pitaniya haqidagi miflar haqida ozgina gaplashaylik. Pitaniyada o'zi aslida miflar juda ham ko'p, lekin eng asosiysi ko'p konfliktlarga sabab bo'ladigani birinchisi bu shirinlik. Kimdir yeyish mumkin deydi, kimdir yeyish mumkin emas deydi, kimdir hattoki darajada meva ham yeyish mumkin emas deydi. Ba'zi trenerlar любой narsa yesang ham bo'ladi deydi. Desanamizda qaysi biriga ishonish kerak degan savol tabiiyki men даже hatto kommentarlarda ham o'qiyman shu savolni. Qaysi biriga ishonsak bo'ladi? Birinchi moment uglevod haqida. Qaranglar, shirinlik ham, shakarmi, shokoladmi, pechenyemi, любой narsa. Boshqa uglevod, masalan, guruch, makaron, grechka bitta qoldi. Guruchmi, makaronmi, grechkami farqi yo'q. Ikkalasi ham qonga kirgandan keyin organizm glyukozaga aylantiradi, keyin o'zlashtiradi. Umumiy общий qoida, agar kaloriya defitsitda bo'lsa, ozasizlar, nima yesanglar ham. Ikkinchi tomoni. Men nima demoqchiman? Bu ikkala taraf ham haq. Ya'ni, men shirinlik yeyish mumkin emas deydigan odamlar ham to'g'ri gapiradi. Bu narsani yeb ozsang bo'ladi degan odamlar ham to'g'ri gapiradi. Nima uchun? Bular ikkita odamlar, ikkita alohida sohaning vakillari. Misol uchun, любой narsa yeb ozish mumkin deydigan odamlar va fitnessga taalluqli bo'lgan odamlar. Misol uchun, men o'zim ham podkastlarda shunaqa deyman. Fitness trener bo'lganim uchun o'zim shogirdlarimni ham uncha ko'p cheklamayman. Chunki bular oddiy odamlar, ular bodybuilderlar emas. Lekin aynan mahsulotlarda cheklab strogi diyeta ushlaydigan odamlar, bular professionalniy bodybuilderlar. Ular sahnaga chiqadi. Sahnaga olib chiqadigan raqobatbardosh forma qilishing uchun sen strogi diyeta qilishga majbur bo'lasan. Qaysidir ma'noda ma'lum vaqt keladiki, hattoki men natural bodybuilder bo'lib ham hech qanaqa farmakologiya ishlatmasdan ham o'zimni mahsulotlarni cheklayman. Ko'rdinglarmi? Ratsionimni polni aytib o'qib berdim. Qanchalik qanaqa nimalardan tashkil topganini. Shuning uchun sahnaga olib chiqadigan forma qilish uchun o'zini cheklashga majbur. Lekin agar oddiy odam bo'lsanglar, zalga shunchaki chiroyli qomat qilish uchun kelayotgan bo'lsanglar, sog'lom tana qilish uchun kelayotgan bo'lsanglar, o'zingizlarni kuchli cheklash shart emas. Muhimi kaloriya hisobini bilishinglar kerak, kaloriyalarni hisoblashni bilish kerak. Oqsil yog' uglevodlarni to'g'ri taqsimlab iste'mol qilish kerak. Uglevod deganda любой narsa, shirinlikmi, shokoladmi, guruchmi, makaronmi, вообще muhim emas. Oqsil ham xuddi shunday. Tuxum, tvorog, go'sht mahsulotlari. Yog' asosan sog'lom bo'lish kerak. Yog'ni hatto hisoblamasak ham bo'ladi, chunki yog' hamma yog'da bor. Sutda ham bor, yog' go'shtda ham bor. Ko'p mahsulotlarda ichida uje yog' bor. Shuning uchun alohida yog'ni hisoblash shart emas deyman. Опять же, agar strogi diyeta bo'lsa, misol men hozir musobaqaga tayyorlanayotgan fazamda men hisoblayman. Yog'da ham, uglevodda ham, oqsilda ham prям kerakli parametr bo'lishiniga e'tibor qilaman. Chunki men professionalniy bodybuilderman, men sahnaga olib chiqishim kerak tanamni. Sizlarga bu narsa kerak bo'lmasa, bunaqangi strogi diyeta qilish shart emas.
Ay. Ketgimicha tiqib qoldi. Okey, keyingi mif. Endi bu mif emas. No, mif desa ham bo'ladi qaysidir ma'noda. Hozir men u ko'p bolalarda kuzatyapman shu xatoni o'zimni gruppamdagi onlayn shogirdlarni. Kalkulyator hisoblab beradi kaloriyani. Misol uchun 3000 kaloriya bersa, ozish uchun. Okey, 2000 yeyapman, kaloriyani yana ham kamaytirdim. To'g'ri, tezroq ves ketish uchun. Ya'ni qancha ko'p och qolsam, qancha kam ovqat yesam, shuncha tez ves ketadi degan mif bor. Noto'g'ri tushuncha bor. Nima uchun bu noto'g'ri? Qaranglar. Agar defitsit juda ham katta bo'lib ketsa, ya'ni juda ham kam ovqat yesak, men buni boshqa videolarda ham aytgandim. Mushak massasini ketish ehtimoli baland. Mushak massasi ketgandan keyin xohlaymizmi yo'qmi, ba'zida metabolizm darajasi pasayadi. Ba'zi metabolizm darajasi pasaygandan keyin xohlaymizmi yo'qmi, ves to'xtaydi. Boshida ves ketadi, lekin ham mushak yonadi, ham yog' yonadi, hamma narsa yonadi. O'shani hisobiga metabolizm tushgandan keyin nima bo'ladi? Ves to'xtaydi-da, vesni olishni boshlaydi. Ya'ni yog' yig'ishni boshlaydi. Mana shu narsa bo'lmasligi uchun kaloriya defitsitni juda ham katta qilish kerak emas. Mana onlayn shogirdlarim agar ko'rayotgan bo'lsanglar, kalkulyator hisoblab berganini qilinglar, bo'ldi. Har hafta ko'rsatkichlarni yangilab boringlar, chiroyli ves tushib ketaveradi. Men mana dekabrdan beri ves tashlayapman. Dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel 5 oy bo'ldi. 5 oy defitsitdaman. Metabolizmik adaptatsiya bo'lgani yo'q. Ves bir tekisda ketishda davom etyapti. Chunki to'g'ri hisob-kitob bor. Hisob-kitob qilgandan keyin, o'sha reja bo'lgandan keyin o'sha rejaga amal qilish kerak, rejaga rioya qilish kerak. Endi ko'chadagilar ko'p katta defitsit qilmanglar. Ko'p katta defitsit qilish kerak emas. Maksimum 10-15% defitsit bo'lsa bo'ldi, umumiy kaloriyalar miqdoridan. Qancha och qolsam, shuncha tez osaman degan narsa bu noto'g'ri tushuncha. Bodybuilderlar o'zini mahsulotida cheklashga, hattoki natural bo'lsa ham kaloriyalarni hisoblashga, hamma yo'qni hisob-kitob qilib yeyishga majbur. Oddiy odamlar nima qilsin? Masalan, men oddiy odamman. Men prosta zalga chiroyli qomat qilish uchun, sog'lom bo'lish uchun chiqaman degan odamlar qanday ovqatlanish kerak degan savol. Endi agar hisob-kitobga kirishni xohlamasanglar, kaloriya hisoblash, trik qilish, bu narsalarga kirishni xohlamasanglar, yagona yo'li sizlar uchun bu oddiy mahsulotlarni tanlashda prioritet qo'yishinglar kerak. Masalan, любой bayramda, tug'ilgan kun, to'yga borsanglar, katta dasturxon bo'ladi. Har xil ovqatlar, har xil mahsulotlar bo'ladi. Kun davomida yeydigan ratsionlaringni xuddi mana shunaqa stolda qo'yilgan ovqatlardek tasavvur qilsanglar, qaysini yeyishlik, qaysini yemaslik yoki qaysini oldin yeyishlik, qaysini keyin yeyishlik prioritetini to'g'ri taqsimlab sog'lom ovqatlansa bo'ladi. Prioritetda birinchi o'rinda oqsil bo'ladi. Go'sht, tuxum, tvorog va так далее. Birinchi o'chratda oqsil. Любой bayram bo'lsa ham shunda kelinglar, oldin go'shtdan boshlash kerak. Birinchi o'chirat oqsilga beramiz. Ikkinchi o'chirat kletchatka, fiber. Ya'ni meva va sabzavotlar. Kletchatkaning istochnigi meva va sabzavotlar. Undan keyin uglevodlar. Makaron, grechka, guruch va так далее. Uglevodlar. Oxirida junk food, ya'ni endi qo'shtirnoq ichida zararli ovqatlar, shirinliklar, shokoladlar, fast foodlar, gazli, gazirovka, shakarli ichimliklar va так далее. Biz birinchi o'chiratda birinchi prioritet oqsil, go'sht, tvorog, tuxum, undan keyin kletchatka, meva va sabzavotlar, undan keyingi pastda turadi uglevodlar, makaron, grechka, guruch va так далее. Oxirida junk food, ya'ni qo'shtirnoq ichida zararli mahsulotlar, fast food, shakar, shokolad, shirinlik va так далее. Mana shunaqa qilib prioritet qo'yib ovqatlansanglar, ancha muncha ratsionlaring to'g'ri bo'ladi. O'zlaring ham ancha muncha sog'lom bo'lasizlar. Mana agar hisob-kitob qilishni xohlamasanglar, mana sizlarga mana shunaqa oddiy, kimgadir balkim qiyin bo'lishi mumkin, shu ham yechim. Xuddi shu prinsipdan men o'zim otpuskaga ketsam, misol uchun biron joyga dam olishga ketsam, polностью trek qilishda men bu hisob-kitobdan
dam olsam, xuddi mana shu tartibda ovqatlanaman. Ya'ni oldin go'shtdan boshlayman, ya'ni oqsil. Go'sht bo'lishi mumkin, tvorog bo'lishi mumkin, tuxum bo'lishi mumkin. Undan keyin kletchatka, meva, sabzavotlar olaman. Undan keyin ozgina garnir qo'yishim mumkin. Va oxirida desertga qanaqadir pirojnoye yoki shunaqa shirinlik qo'yishim mumkin stolimga. Bir boshdan boshlab kelaman. Agar shunaqa tartibda ovqatlansanglar, oqsil birinchidan to'q tutadi. Oqsilni yegan odam o'zi to'q bo'lib qoladi. Oxirdagi zararli mahsulotlarga в принципе o'zi joy qolmaydi. Ikkita mana shunaqa oddiy yechimdan foydalansanglar bo'ladi. Nima bo'lganda ham hammani o'zining shaxsiy javobgarligi. Ovqatlanish. Sizlarga maslahat berayotgan odamni, sizlar borayotgan trenerni maslahatini qilmaslik va hammani o'zining shaxsiy javobgarligi. Masalan, meni maslahatimni ham, shu videoda aytayotgan gaplarni ham, вообще принципе foydali informatsiya ko'p. Uni qilmaslik odamning shaxsiy javobgarligi. Masalan, menga sizlarning formalaring umuman olib qaraganda qiziq emas, misol uchun. Chunki menga o'zimning tanam qiziq. Birovning tanasida men yashamayman, men o'zimning tanamda yashayman. Har kimga o'zining tanasi o'ziga yaqin. Agar misol uchun sizlarga kerak bo'lmasa, sizlarga maslahatga berayotgan trenerga в общем darim kerak emas. Sizlarning sog'liqlaring. Lutchi kerak bo'lgan, o'sha bergan maslahatni bajaradigan odamga, biz rezultat qilishga tayyor bo'lgan odamga vaqtini sarflaydi. Bu to'g'ri bo'ladi. Chunki nima deydi, cho'kayotgan odamni xalos bo'lishi u cho'kayotgan odamning o'zini qo'lida. O'zini o'zi qutqarish deydi bu narsa. Shuning uchun birinchi o'rinda shaxsiy javobgarlik bo'lishi kerak. Men misol uchun o'zim ham xohlamayman. Meni vaqtimni, umrimni bekor ketkazadigan odamga sarflashga. Aytganlarimni qilmaydigan, bergan mashlarimni qilmaydigan, misol uchun hattoki onlayn shogirdlar bor, zadaniyani bajarmaydi. Nima kerak? Misol uchun meni ham o'zini ham vaqtini, pulini ketkazib. Men uchun konkretni o'zgarishni xohlaydigan, qutqarilishlikni xohlaydigan odamga sarflayman vaqtini. Menga ham yaxshi portfolio bo'ladi, chunki uni rezultati meni yuzim. Meni xizmatlarimni sotishga yordam beradigan instrument. Shuning uchun mana shunaqa odamlarga vaqt sarflashni xohlaydi hamma. Mana shu hamma narsa o'zingizning qo'lingizda.